Endi esa ketdim. Ketaman. Uchaman. Qanaqa uchadi? Ay, jonim ketdi-ku nabarot. Ketdik-da. Buzildi-ku. Qani uchamiz. 1 2 3. Nega uchmayapman? Ucholmayapman. Jonim og'riyapti-ku o'rniga. Bu yo'ldan tezroq ketishim kerak. Nega ucholmayapman? Befoyda salyut. Qanichi? Ucholmadim. Baribir 600 ta bo'lmagunimizcha uchmasdik. Buni bilgan ekan u. Mayli, bu yo'lda endi umrimiz oxirigacha qolaman deb o'yladim. Siqilib ketdim. Qachon bu yo'ldan chiqib ketasan, Sabiha? Hozir esa hamma qishloqdagi Minecraft'lar mazaq qishloqda mana esimni bunkerga o'xshagan g'orda siqilib ketdim. To'xtala. Ideya bor. Hozir qaranglar, ideyam tushuntirib beraman. Hozir postga menga damlamalar qiladigan idish kerak deb har xil damlamani qilsam, kreativni damlama bo'lsa, hamma narsani olib uni ichib olsam, keyin esa uchib ketsam. Zo'r bo'ladi-ku. Shu ishni ham qilib ko'ramiz, birinchi qilib olamiz. Hammaga xayrli tun. Kech payt bo'ldi-ku. Ma'lum bo'pti, unda buni yozib qo'yamiz. Menga Hop, yozaylik-da. Kech payt bo'ldi, uxlab olaylik hozir. Keyin esa ertaga yozamiz. Turdim, endi esa yaxshi kayfiyatga yozamiz. Salom. Menga damlamam tayyorlaydigan uskuna bir deb yozamiz. Biz buni solib kutamiz shunchaki. Iya, keldi. Vau, mana. Bismillahirrahmanirrahim. Vau, uchalaman. Tvorechskiy bo'ldim. Ajab bo'pti, mana. Bo'tdan chiqib ketdim. Chiqamanam. Ura! Qani 1 2 3. Ozodlik. Qani. Vau, bu yo'ldan chiqib ketdim. Bu yoqqa endi qaytib borgim kelmayapti. Shuning uchun ham butda yopib tashlayman. Qaranglar, qanaqa qomatga ega kirdim. Oho, vaqtim tugadimi deyman. Lekin maza qildim. Qaranglar, sekin tushyapman. Damlama zo'r ekan.
Endi esa butunlay yopib tashlayman, chunki juda ham qo'rqinchli joy ekan. Ichida narsalarni qo'sa qovursam menga nima? Babir, yana damlama tayyorlab olaman. Endi esa qishloqlarning yoniga boramiz. Yoki portalga boramiz. Voy, jijigalka qolib ketibdi-da pastda. Hozir tushaman desam, lekin damlama bor. Yo'q, bormayman yaxshisi. U yoqqa qaytib kelgim kelmayapti. Eng yaxshisi mana teleskop bor. Quyosh qaysi tarafda edi? Yo'qolib qopti. U kravat ham shu yerda qolib ketibdi. Mayli, endi o'zimizga boshpana topamiz. Maza qilib uchaman. Qaranglar, prosta uchaman. Halasan. Suvni bosmasdan o'tdim. Maza qilaman. Shunaqa sayr qilib, sayohatlar qilib yuramiz. Okey. Nega boya unda uchmadim? Maza, prosta maza. Qishloq yo'qmi ekan-da shu atrofda? Buni yechib qo'ysam yaxshi edi. Men patla yordam beryapti menga. Men qornim ochiq bo'pti. Tez orada qishloq topamiz degan umidlar bor. Lekin bu yerda qishloq yo'q. Aksincha o'sha g'ordan chiqib ketganimga shukr-a. Qishloq. Yo'q, qishloq emas ekan. Kravatlar yasavsam bo'ladi. Shuncha meblar bor, lekin men yasagim kelmayapti. Yana qanaqa joy? Prosta sekin tushaman. Qanichi? Ana qishloq topaman dedim-ku. Mana topdim. Juda ham yaxshi qishloq bo'lsa kerak. Lekin qishloqlar o'zi qayerda? Nima tashlandi qishlog'im? Qishloqning oxirida ekanman, mana ekanda boshi. Endi esa shu yerda vaqtimni o'tkazaman. Golem bor, mushu bor. Birinchi bo'lib mer yoniga kiramiz. Qishloqlar ham bor ekan. Qishloqlar. Sen kimsan? Assalomu alaykum. Va alaykum. Mer qayerda? Mermi? Men yengidim qishloqda. Mer atlarda turadi, kichikda, 13-qishloqda bunaqa qaysi yo'shada chiqib chattarabida o'rikachuy. Rahmat kattakon. To'g'risi-yu, gapiga tushunmadim. Mayli, qidirib ko'ramiz meni. Assalomu alaykum. Mer deganini taniysizmi? Va alaykum. Men Mer. Tojizdan bilmayaptimi? Tojizdan? Tojiz bor ekan. Assalomu alaykum Mer, yaxshimisiz? Yaxshiman. Shunday ishim chiqib qoldi. Nega shlapa kiyib mayli. Mer, shoshmay turing. Qishloq qilib bo'linglar. Nima deysiz? Menga bitta uy bera olasizmi? Arendagami? Uni o'rniga fermadagi ishlarni qilib to'lab turaman. O'zim pulim o'zimga qaytib kelar ekan. Bo'pti, mayli, boy uyni ol.
Faqat egasiga o'yinga tushundingmi? Xo'p. Faqat boyam bo'lib ketmasa, xo'pmi? Xo'p, bo'ladi, men aytganingiz bo'lsin. Qanaqa uyda o'sa bo'lar ekan, a? Kravati bor, verstaki bor, interi. Mana shu uyim, mana uyim bo'ladi. Menda esa ozgina daraxt chopib kelaman. Keyin sandiq yasayman. Keyin hayot kechiramiz. Mana shu ikkitasi yetadi degan umiddaman. Antlarda ham zo'r uylar bor ekan. Mayli, qachonki lavozimim oshsa, o'shalarga ham borishim mumkin. Xo'p, ha. Endi esa sandiq olamiz. Mana bu yoqqa buni qo'yib qo'ysak bo'ldi. Endi esa ozgina qornim ochdi. Ozgina emas, ko'p cho'chqa go'shti yemayman hech qachon. Qochib tarasan. Shuning uchun ferma bor ekan. Ani, assalomu alaykum. Va alaykum. Mana. Men qidirayotgan ferma. O'zi bu kim yashagan? Bundan bitta olsam bo'ladi. Kim yashagan? Prosta isitishxonasi ekan. Bu yerda qishloqlar yozda qishda foydalanishadi. Bulardan endi olib ketsam, hamma rozi bo'ladi degan umiddaman. Mana shunday yasab ketamiz. 27 ta bo'lsa, ovqat kerak. Sorun ekan. Wow, zo'r non ekan. Endi esa uyimga qaytib bormoqchiman. Uyim ana tarafda edi. Qishloq ham ancha katta ekan. Normalniy. Xuddi dachaga o'xshab. Biz o'zbek toshkentliklar dacha bo'ladi-yu, shunaqa dacha. Bo'pti, mayli, ertaga men bilan tozalayman. Qo'lim, sen hammaga yordam berasan degan umidda bo'laman. Mana menda lavozimim oshdi. Daraxt olib ketay. Yetadi. Uyimga endi kiraman. Qishloqqa bu meni uyim edi. Mayli, bir kun desam, hozir senga kravat olib beraman unda. Qishloq uchun kravat hammasi. Iltimos turing. Qayerga? Salla kim bo'ldilaring salla? Yordam! Kim ochdi qaysi qilib? Yetishgan ulgurdingizmi, men? Chaptar. Qo'lim. Qatta u. Assalomu alaykum. Bo'ldi. Yo'q, iltimos, menga tegma. Senga hech qanaqa yo'g'monlik qilmadim.